Salom, siz Malpayning rasmiy taqdimotini tomosha qilyapsiz. Ushbu videoda biz kompaniya nima bilan shug'ullanishini, uning tuzilishi qanday tashkil etilganini, biznes qanday tamoyillarga asoslanishini va o'zimiz uchun qo'ygan maqsadlarimizni batafsil tushuntirib beramiz. Keling, eng asosiy va muhim savoldan boshlaylik. Biz kimmiz? Malpay Capital sun'iy intellekt va raqamli moliya kesishmasida faoliyat yurituvchi xalqaro investitsiya va texnologiya kompaniyasi. Biz rasmiy ravishda Gonkong yurisdiksiyasida ro'yxatdan o'tganmiz va dunyoning 120 dan ortiq mamlakatida mijozlar va hamkorlar bilan ishlaymiz. Malpayning markazida investitsiya boshqaruvi, algoritmik va yuqori chastotali trading, Web3 va Layer 2 loyihalari, katta ma'lumotlarni tahlil qilish hamda risklarni boshqarish sohalarida tajribaga ega mutaxassislar jamoasi turadi. Kompaniyaga bosh direktor Mao Yichen rahbarlik qiladi. U Sharqiy Osiyo bozorlarida investitsiya va texnologik tuzilmalarni yaratish bo'yicha tajribaga ega tadbirkor va strateg. Uning asosiy roli uzoq muddatli strategik qarash, risklarni nazorat qilish va biznesni kengaytirishdan iborat. Malpay tarkibida bir nechta asosiy bo'limlar faoliyat yuritadi. Investitsiya bo'limi, algoritmik, trading va sun'iy intellekt bo'limi, tahlil va risklarni boshqarish, mahsulot ishlab chiqish jamoasi, jumladan hamyonlar va to'lov vositalari, shuningdek, yuridik va muvofiqlik bo'limi mavjud. Biroq har qanday jamoa faqat vosita xolos. Aslida esa eng muhimi nima uchun Malpay tashkil etilganini va bugun bozorda qanday muammoni hal qilayotganimizni tushunishdir. Malpay shunchaki yana bir investitsiya platformasi sifatida yaratilmagan. Biz boshidanoq ko'p yillar davomida banklar, fondlar va institutsional ishtirokchilarning imtiyozi bo'lib kelgan moliyaviy vositalarga ochiq kirish uchun poydevor qo'ydik. Bizning har bir mahsulotimiz bitta maqsad sari qadamdir. Kapital samarali ishlaydigan, xatarlar algoritmik tarzda boshqariladigan va texnologiya inson imkoniyatlarini almashtirmasdan ularni yaxshilaydigan global ekotizimni yaratish. Shu sababli biz yo'l xaritamiz doirasida bir nechta asosiy yo'nalishlarni ishlab chiqmoqdamiz. Mao Wallet bu raqamli aktivlarni xavfsiz va avtonom saqlash uchun mo'ljallangan apparat hamyoni. Mao Botard bu biometrik identifikatsiyaga ega keyingi avlod to'lov vositasi. Kundalik foydalanish qulayligini kengaytirilgan xavfsizlik bilan birlashtirish. Mao Smart Join bu raqamli muhitda ham, bundan tashqarida ham foydalanish uchun mo'ljallangan gibrid token bo'lib, barqarorlik va miqyoslanishga qaratilgan. Ushbu yechimlar birgalikda tizimli va barqaror o'sishga yo'naltirilgan kengaytiriladigan moliyaviy infratuzilmani tashkil qiladi. Biz qisqa muddatli foydaga e'tibor qaratmaymiz. Biz uzoq muddatli modelni yaratamiz. Va bu tabiiyki mantiqiy savolga olib keladi. Qanday mexanizmlar noto'g'ri to'lov orqali foyda olish imkonini beradi? Javob to'liq shaffof. Biz belgilangan komissiyalarsiz samaradorlik to'lovi modeli bo'yicha ishlaymiz. Siz investitsiya rejangizda ko'rsatilgan kafolatlangan maqsadli daromad olasiz. Investitsiya qilganingizda mablag'laringiz birlashtirilgan tuzilishga kiradi. Shu bilan birga biz ushbu hovuzga kompaniyaning o'z investitsiya kapitali va zaxiralarini qo'shamiz. Birlashtirilgan kapital sizniki va bizniki 3 ta yo'nalish bo'yicha taqsimlanadi. Yuqori chastotali va algoritmik kriptovalyuta savdosi, Web3 va Layer 2 loyihalariga investitsiyalar hamda sun'iy intellekt asosidagi tahliliy va infratuzilma yechimlari. Bizning savdo va tahliliy algoritmlarimiz tizimli ravishda maqsadli darajadan yuqori daromad keltiradi. Haqiqiy natija va investor daromadi o'rtasidagi farq Malpayning operatsion marjasini tashkil etadi. Agar bozor vaqtincha pasayishlarni boshdan kechirsa, kompaniya investorlar e'lon qilingan natijani olishlari uchun o'z kapitalini ishga soladi. Siz bashorat qilish va barqarorlikka erishasiz. Biz faqat maqsaddan yuqori natijalarga erishganimizdan daromad olamiz. Bu adolatli va har ikki tomon uchun ham foydali. Biroq investor uchun nafaqat joriy daromad, balki ishtirok etish shartlari ham muhimdir. Biz bir nechta qulay va moslashuvchan depozit rejalarini taklif etamiz. Boshlangich narxi $100 dan $1000 gacha.
20 kun davomida kuniga 0,15 dan 1,0% Direktor qaytib keldi. Optima. $1000 dan $10,000gacha. 30 kun davomida kuniga 0,7 dan 1,2% Premium. $10,000 dan $100,000gacha. 40 kun davomida kuniga 1,0 dan 1,5%gacha. Inita. $100,000 dan $1 million gacha. 50 kun davomida kuniga 1,2 dan 1,7%gacha. VIP Venture $100 dan $1 million gacha. 200 kun davomida kuniga 1,5 dan 2,5%gacha. Asosiy to'lov kiritilgan. Venture Premium $100 dan $1 million gacha. 300 kun davomida kuniga 2,0 dan 3,0%gacha. Birinchi foyda 24 soat ichida hisobga olinadi. Yashirin to'lovlar yo'q. Darhol pul yechib olish. Har bir reja aniq belgilangan shartlar ostida ishlaydi. Ushbu shartlarning huquqiy himoyasini ta'minlash uchun investorlar kompaniya bilan munosabatlarini birlashgan ishtirok, investitsiya va hamkorlik shartnomasi orqali rasmiylashtirishlari mumkin. UPIPA bu ishtirok shartlari, kapitalni himoya qilish mexanizmlari hamda tomonlarning huquq va majburiyatlarini belgilovchi huquqiy kuchga ega shartnoma. Shartnomaviy hamkorlik formatini tanlagan investorlar uchun shartnoma elektron tarzda kech jarayonlari va oddiy tasdiqlash orqali imzolanadi. Bu esa xavfsizlik va to'g'ri identifikatsiyani ta'minlaydi. Hujjatda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha Hong Kong qonunchiligiga muvofiq bandlar mavjud. Nizo yuzaga kelgan taqdirda, shartnoma mintaqadagi eng nufuzli arbitraj muassasalaridan biri bo'lgan Gong Kong Xalqaro arbitraj markazi orqali muammoni hal qilishni nazarda tutadi. Shuni ta'kidlash kerakki, UPIPA majburiy emas, balki uni muhim deb hisoblagan investorlar uchun qo'shimcha huquqiy shaffoflik va himoya darajasini ta'minlaydi. Shu bilan birga, UPIPA Maopay tomonidan turli toifadagi investorlar bilan moslashuvchan, uzoq muddatli va barqaror hamkorlik uchun yaratilgan kengroq huquqiy infratuzilmaning bir qismidir. Biroq shartnomalar va alohida huquqiy vositalar asosidan mavjud bo'la olmaydi. Ularning samaradorligi har doim korporativ tuzilma, yurisdiksiya va biznes tamoyillariga bog'liq bo'ladi. Shu sababli navbatdagi muhim jihat bu Maopayning qonuniyligi va institutsional asoslari, ya'ni butun kompaniya ekotizimi qurilgan poydevor masalasidir. Siz investor sifatida qonuniylikni shunchaki rasmiyatchilik deb qabul qilmasligingiz kerak. Bu ishonch kapitalni himoya qilish va uzoq muddatli hamkorlikning asosi hisoblanadi. Maopay kompaniyalar to'g'risidagi qonunga muvofiq Gonkongda rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tgan kompaniya hisoblanadi. Kompaniya amaldagi ro'yxatdan o'tganlik to'g'risidagi guvohnoma, ustav hujjatlari va to'liq tashkil etilgan korporativ tuzilmaga, shuningdek, investitsiya sohasida savdo faoliyatini amalga oshirish uchun hukumat ruxsatnomasiga ega. Kompaniyaning kapital tuzilishini ta'kidlash muhimdir. Bir ro'yxatdan o'tish shakliga ko'ra, Maopayning vakolatli aksiyadorlik kapitali $1 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Dollar va ro'yxatdan o'tish paytida to'liq to'langan. Bu shuni anglatadiki, kompaniya miqyos, institutsional standartlar va uzoq muddatli faoliyatga e'tibor qaratgan holda yaratilgan. To'liq to'langan vakolatli kapital bu va'da emas, balki rasmiy hujjatlarda aks etgan, qonuniy tarzda qayd etilgan asosdir. Kompaniyaning ustavida boshqaruv tuzilmasi, direktorlarning vakolatlari, qaror qabul qilish tartibi va javobgarlik cheklovlari aniq belgilangan. Kompaniya muntazam moliyaviy hisobot yuritadi. Moliyaviy natijalar har chorakda e'lon qilinadi va haqiqiy daromad, xarajatlar hamda foydani aks ettiradi. Bu esa Maopay rivojlanishini so'z bilan emas, raqamlar orqali baholash imkonini beradi. Biz uchun qonuniylik marketing nuqtasi emas. Bu asos bo'lib, unda na investorlar ishonchi, na biznesni kengaytirish mumkin emas. Biroq hatto eng kuchli huquqiy bazaning ham asosidan hech qanday qiymati yo'q. Haqiqiy barqarorlik faol foydalanuvchilar, investorlar va ekotizim hamkorlari tomonidan yaratiladi. Investitsiya kompaniyasi haqida gap ketganda, barqaror biznesni faqat investor kapitali asosida qurish mumkin emasligini tushunish muhimdir.
Uzoq muddatda kompaniyaning qiymati mahsulotlarning haqiqiy foydalanuvchilari paydo bo'ladigan joyda shakllanadi. Shu sababli Malpay uchun mijozlar ikkinchi darajali element emas, balki asosiy o'sish omili hisoblanadi. Ular barqaror talabni, ichki ekotizim aylanmasini, brend ishonchini va oxir-oqibat kompaniyaning kapitallashuvini yaratadi. Biz mahsulotlarni ataylab bir martalik bitimlar o'rniga muntazam, kundalik foydalanish uchun ishlab chiqamiz. Shunda ulardan nafaqat professional investorlar, balki kundalik hayot uchun qulay, xavfsiz va texnologik moliyaviy yechimlarni izlayotgan oddiy odamlar ham foydalanishlari mumkin. Nima uchun bu muhim? Chunki biz sizni oxirgi iste'molchi sifatida emas, balki asta-sekin uning poydevoriga aylanadigan ekotizim ishtirokchisi sifatida ko'ramiz. Haqiqiy hayotda Malpay mahsulotlaridan qancha ko'p odamlar foydalansa, biznes modeli shunchalik barqaror bo'ladi. Shuning uchun biz foydalanish qulayligi, foydalanuvchi tajribasi va uzoq muddatli ishonchga alohida e'tibor qaratamiz. Biz hech qanday holatda ham agressiv o'sishga intilmaymiz. Biz uchun yuqori sifatli, sodiq va faol auditoriya ancha muhimroq. Ushbu yondashuv Malpayga izchil rivojlanish imkonini beradi va yo'l xaritasining har bir bosqichida o'z mavqeini mustahkamlaydi. Ushbu o'sishni kengaytirish uchun biz motivatsiya va rivojlanishning maxsus tizimini yaratmoqdamiz. Malpayning hamkorlik va yetakchilik dasturlari biz kompaniyaning vizionini baham ko'rishga va yangi foydalanuvchilarni jalb qilishga tayyor bo'lgan har bir Malpay ishtirokchisiga bizning hamkorlik va yetakchilikni rivojlantirish modelimizning bir qismi bo'lish imkoniyatini taqdim etamiz. Ushbu modelning markazida rahbarlarni o'z tarmogi va jamoasini rivojlantirishga undash uchun mo'ljallangan qo'shimcha daromad tizimi yotadi. Keling, ushbu tuzilmani tashkil etuvchi asosiy dasturlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Hamkorlik dasturi bizning chiziqli yollanma dasturimiz 20 darajani qamrab oladi. Siz taklif qilingan har bir hamkorning birinchi depoziti uchun, shuningdek, tarmogingizning keyingi darajalarda qilingan depozitlar uchun mukofot olasiz. Bu jamoangizni rivojlantirish orqali daromadni oshirishning samarali usuli. Bonuslar quyidagicha taqsimlanadi. Birinchi darajada 7%, ikkinchi darajada 3%, 3 dan 4 gacha bo'lgan darajalarda 2% va 5 dan 20 gacha bo'lgan darajalarda 1%. Umumiy potensial yollanma bonusi 30% gacha yetadi. Volume dasturi sizning jamoangizning aylanmasini 20 darajali referal tarmogidagi depozitlar asosida hisoblab chiqadi. Omonatlar ma'lum koeffitsiyentlar yordamida hisoblanadi. Birinchi darajada 100%, ikkinchi va uchinchi darajalarda 90%, to'rtinchi va oltinchi darajalar orasida 80%, yettinchidan 10 darajagacha 70%, 11 va 15 darajalar orasida 60%, 16 va 20 darajalar orasida esa 50% hisoblanadi. Bu tuzilma tarmoqni kengaytirish, darajani oshirish va jamoa o'sishi bilan yuqoriroq bonuslarni olishga rag'batlantiradi. Rahbarlik dasturi jamoani rivojlantirishni rag'batlantirish uchun mo'ljallangan martabaga asoslangan tizimdir. Har bir daraja ma'lum bir jamoaviy o'zgarishlarni talab qiladi va belgilangan AQSh dollari miqdorida bonus beradi. Yo'l $10,000 aylanma va $100 bonus bilan sherikligidan boshlanadi va $10 million aylanma va $100,000 bonus bilan bosh strategiyaga cho'ziladi. Reinvest dasturi 7 darajani qamrab oladi va takroriy depozitlar uchun hamkorlarni mukofotlaydi. Har bir keyingi investitsiya mos darajadagi yuqori rahbarlarga bonuslar olib keladi. Bu esa muntazam reinvestitsiya va barqaror uzoq muddatli daromad o'sishini rag'batlantiradi. Bonuslar 1 va 2 darajalarda 3%, 3 va 4 darajalarda 2%, 5, 6 va 7 darajalarda esa 1% etib belgilangan. Ambassador dasturi rahbarlarni o'z jamoasining oylik aylanmasiga qarab referal bonuslari bilan mukofotlaydi. Muvofiqlik kerakli rahbarlik darajasiga erishishga bog'liq. Elchi-liader 1+ uchun $10,000 dan ortiq bo'lsa 1%, $25,000 dan ortiq bo'lsa 2%, $50,000 dan ortiq bo'lsa 3%.
Mamlakat elchisi tortdan ortiq darajali yetakchi uchun 25,000 AQSh dollardan ortiq mablag' uchun 2%, 50,000 AQSh dollardan ortiq mablag' uchun 4%, 100,000 AQSh dollardan ortiq mablag' uchun 6%, 250,000 AQSh dollardan ortiq mablag' uchun 8%. Global elchi Liader 7+ uchun 50,000 dollardan ortiq bo'lsa 5%, 100,000 dollardan ortiq bo'lsa 7%, 250,000 dollardan ortiq bo'lsa 9%, 500,000 dollardan ortiq bo'lsa 12%, 1 million dollardan ortiq bo'lsa 15%. Elchi dasturi shartlari Elchi dasturi shartlari jamoaning umumiy oylik investitsiya hajmiga asoslanadi. Belgilangan chegaralar oshib ketganda, siz oylik umumiy hajmning foizini olasiz. Masalan, jamoa hajmi 36,000 dollarni tashkil etganida va 25,000 dollardan yuqori summalarga 2% bonus qo'llanilganda, sizning mukofotingiz 720 dollarni tashkil qiladi. Jamoa hajmi quyidagicha hisoblanadi. Birinchi daraja 100% ikkinchi darajada 10,000 dollar, 90% uchinchi darajada 10,000 dollar, 90% to'rtinchi darajada 10,000 dollar, 80% da bu dasturlarning barchasi yagona miqyoslash modelining bir qismi bo'lib, u orqali malpay aylanmani oshiradi, geografik qamrovini kengaytiradi va barqaror foydalanuvchilar oqimini yaratadi. Ushbu yondashuv kompaniyaga strategiyadan olchanadigan natijalarga o'tish imkonini berdi. Endi ushbu model amalda qanday natija bergani, qanday natijalarga erishilgani, daromadlar tuzilishi qanday rivojlangani va nima uchun 2025-yil bir martalik muvaffaqiyat emas, balki konsolidatsiya nuqtasiga aylanganiga nazar tashlash mantiqan to'g'ri keladi. 2025-yil malpay uchun konsolidatsiya yili bo'ldi. Va'dalar haqida emas, balki qat'iy natijalar haqida. Biz 3 ta asosiy sohaga aniq tayanish bilan boshladik. Algoritmik kripto savdosi, Web3 va Layer 2 ga investitsiyalar va ma'lumotlar tahlili. Va yil davomida nafaqat ko'lam kengaydi, balki infratuzilma, risklarni boshqarish va savdo bajarilish sifati ham mustahkamlandi. Yil boshidan kompaniya intizom va samaradorlikka, xarajatlarni optimallashtirishga, savdo modellari rivojiga va tahliliy vositalarni takomillashtirishga e'tibor qaratdi. Bundan tashqari, uzoq muddatli qiymat yaratish uchun Web3 infratuzilmasi va Layer 2 yechimlariga strategik qayta investitsiya qilindi. Bu esa yagona daromad manbaiga bog'lanib qolmaslikka yordam berdi. O'sish davom etar ekan, xalqaro kengayish ham kuchaydi. Ayniqsa Osiyoda shu bilan birga yangi mijozlar oqimi tezlashdi va savdo hajmlari oshdi. Shu bilan bir vaqtda asosiy sifat ko'rsatkichi, foydali bitimlar ulushi izchil yaxshilandi va yil oxiriga kelib eng yuqori darajaga yetdi. Bu esa o'sish boshqarilayotganini va nazorat ostida ekanini tasdiqladi. 2025 yil natijasi aniq va ravshan. PayOS strategiyasini kengaytiriladigan modelga aylantirdi. Diversifikatsiyalashgan daromad tuzilmasi, mustahkamlangan texnologik baza va barqaror natijalar dinamikasi 2026 yildagi keyingi rivojlanish bosqichi uchun asos bo'ldi. Kelajakka nazar tashlab, biz Malpayni shunchaki investitsiya kompaniyasi emas, balki uzoq muddatli moliyaviy va texnologik platforma sifatida ko'ramiz. Yaqin yillarda diqqat markazimiz bir nechta asosiy yo'nalishlarga qaratiladi. Birinchidan, raqamli mahsulotlarni rivojlantirishni davom ettirish va ularni yagona ekotizimga integratsiya qilish. Ikkinchidan, raqamli moliyaviy vositalarga talab ortib borayotgan bir paytda, qat'iy sifat va xavflarni nazorat qilishni saqlab qolish bilan birga, Osiyo, Yevropa va boshqa mintaqalar bo'ylab yangi bozorlarga chiqish. Uchinchidan, institutsional yo'nalishni mustahkamlash. Malpay yirik hamkorlar va fondlar bilan hamkorlikni operatsion hajmlarni oshirish va xalqaro mavqeini mustahkamlashning mantiqiy keyingi bosqichi deb biladi. Analitika va asosidagi yechimlarni ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratiladi. Biz ma'lumotlar va avtomatlashtirishni yordamchi vositalar sifatida emas, balki kelajakdagi raqobatbardosh ustunlikning asosiy manbalari sifatida ko'ramiz. Bizning maqsadimiz har qanday narx evaziga tez o'sishni qo'yish emas, balki uzoq muddatga mo'ljallangan, barqaror, shaffof va kengaytiriladigan biznes qurishdir.
Maopay bu bardoshlilik uchun yaratilgan kompaniya bozordagi o'zgarishlarga moslasha oladigan, texnologik taraqqiyotdan unumli foydalanadigan va investorlar, hamkorlar hamda foydalanuvchilar uchun uzoq muddatli qiymat yaratadigan tizimdir. Agar siz ushbu videoni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, demak, bizning investitsiya va biznes rivojlantirishga bo'lgan yondashuvimiz sizga mos keladi. Malpay strategiya, texnologiya va uzoq muddatli fikrlashga asoslangan. Biz tezkor yechimlarni taklif qilmaymiz yoki darhol natijalarni va'da qilmaymiz. Buning o'rniga biz sizni izchil rivojlanib boradigan va vaqt o'tishi bilan kengayib boradigan tizimda ishtirok etishga taklif qilamiz. Agar siz qayerga investitsiya qilayotganingizni, biznes qanday ishlashini va oldinda qanday maqsadlar turganini tushunishingiz muhim bo'lsa, sizni Malpayni batafsilroq o'rganishga, materiallarimizni ko'rib chiqishga, investitsiya shartlari bilan tanishishga va ertagayoq birinchi foydangizni olishga taklif qilamiz. Bizga qo'shiling va foyda okeanining bir qismiga aylaning.